konuşacağımız kanalımıza videolarga paylaşmayın. Do'stlar, bu mening uyim. Hozir ko'rsataman. Qani o'tirib olaylik. Do'stlar, agar shu modlarni o'rnatmoqchi bo'lsanglar, men Telegram kanalimga o'tinglar. Telegram kanalim описаниеda. Mana o'zim hozircha 24 ta izimrutim bor. Voy. Dicce. Böyle endi cho'milib ham olamiz. Hoppa. Bo'g'la cho'milib oldik. Şey. Voy. Endi ketdik do'stlar. Men sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana do'stlar. Hop, endi biz sizlarni olaylik. Agar do'stlar mana kompyuter xonamizda kuchayib ketsak, men o'zimga ofis xona ochaman va do'stlar Minecraft qotib ketdi. Tikus. 5 minutes later. Mana do'stlar, pauzani ochdim. Hozir biz tualet quramiz birinchi navbatda. Direkt yozib qo'yamiz. Kompyuter xona deb. Kompyuter xona deb qo'yamiz. Endi pulni qilib, evni olamiz. Solamiz, sottiramiz. Endi bizga birinchi navbatda bu kerak. Bo'ldi endi. Eshik ham hozir bor eshik. Buni yerga quramiz. Do'stlar, biz agar 700 ta bo'lsak, yangi videolar chiqaradi va mod kanalimga kirib turinglar. Mod kanalim описаниеda bo'ladi. Mana shu modda ham topib ishlatishinglar mumkin. Mana. Endi bu yoqqa. Buni olib, menga eshik beringlar. Mana. Bugun bunga вообще pul yo'qmi do'stlar, obunachilar? Tikus. Voy, endi buni buzish kerak. Uyimdan kelib qolmoq chiqmanimda. Hop. Tikus. Ana tualetda yur. Bo'ldi. Tualetni qurib oldik. Endi voy. Tuvalet odam ekan. Yozib qo'ymadiki tuvalet deb. Kimdir shashlikxona deb kirib olmasa. Tuvalet skibidi. Shunday deb tuvaletda odam bo'lsa, shashlikxona bor ekan deb kirib ketadi-da, sen yozib qo'ymasa. İçinden şaşlı hediyeler diyor. Baptı. Dostlar,
minut later. Mana do'stlar, bu yerlarda bo'ldik, endi gilamlarini qo'yib chiqamiz. Minutlarim to'lib ketib biz tashaveraylik. Qolgan narsalar bunaqa tashlab ketamiz. Masalan, loy bizga nima keragi bor loy. Endi bu yerga bunday kirituramiz. İskeletler var, namuskul var. Bikus. Ana bir lanet olduramız. Bikus. Bende kambala bu. Bu ne kambala bu? Bu hayvanım. Endi bu yerga soqatmaydi, qishda soqatadi, yozda isib ketadi yomg'ir. Qishda bu xonadan tashqi xona qaraylar. Qishda soqatib ketasizlar, yozda isib ketasizlar, bo'ldimi? Zo'ron ekan. Bikus. Hali bitta xona bor endi. Xona. Bu yerdan zip ko'ramiz do'stlar. Hop do'stlar, hozir bu yer tugayapti uyi. Agar do'stlar kuchayib ketsa, kameralar qo'yamiz bu yerlarga. Hali kuchamaydi, shuning uchun hozircha kamera qo'ymay turamiz. Qaranglar do'stlar. Endi bu xona juda ham zo'r xona. Qishda isib ketasizlar, yozda sovqotib ketasizlar. Xo'p, endi bu tepamiz. 1 soatiga 500 minut olamiz, VIP xonaga 20 minut olamiz. VIP tepayli bu yerga. Yuragimdan qancha dardlar uchmayapti. Sendan kechish oson bo'lmayapti. Shunchalar yuragimdan kuchmayapti. Bikus bone kambala bu. Sherzod kirdi o'rmonga, urush qo'ydi Sherxonga. Sherxonni jahli chiqdi, Sherzodni buq chiqdi. Hoppa. Buni kambala bu bo'lib ketdi. Endi bu xona vafshi zo'r xona. Almaznik ketamizmi yerlarni? Elmas. Bitta odam o'tiradi faqat bu xonada do'stlar. Buni kambala bu deb. Hop kreslos qanday? Gamerlar yumshatish uchun. Mana endi bu yerga uzr. Mana do'stlar, endi klaviatura qo'yamiz. Endi bu yerga masalan hozir bikus soat kerak. Soat kerak, kamera kerak. Kameradan keyin nima kerak yana? Televizor kerak. Keyin esa masalan bizga manaqa naushnik.
yapsam yok mut nitro olarak. Tikus, bikus. Maka koyak. Endi bu yerga kamera qo'yib beramiz. Dek kamera turadi. Endi gemelarga o'xshash uchun gemelarga o'xshash uchun mayli klaviaturasini ketib qoldi uzr. Endi bu yerga mana tepasiga televizor qo'yib beramiz. Tikus bikus. Cevap oldu, bir yere televizor koy şart emas, o'zi bu yerda kompyuter o'ynab o'tirsa. Endi hozir monitorga keysini qo'yib beramiz. Keysini qayoqqa qo'yish? Masalan, keysini nereye qo'yaylik? Yo, ikkita kerak, ikkita monitor bu yerda. Bu yerga bitta, bu yerga bitta qo'ysak yetadi menimcha. Endi soatni bilib turamiz. Mana. Endi ketdik bu yerdan. Dahshat chiqdi yurtxonamiz. Endi bu yerlarga qurib chiqamiz. Bu ne kambala bu? Hop do'stlar. Endi bizga masalan mana bu kerak, ana yurtxonamizga qo'yib beramiz. Bu kerak emas hozir. Mo'lga o'rtib qo'yamiz. Mana, endi yaxshi bo'ldi. Endi qo'yib beraveramiz. Uzr, klaviatura yo'q qoldi. Mana. Endi bu yerga kamera qo'yamiz. Bo'ldi. Juda ham zo'r turdi. Bu xonaga endi o'zim ham kirib ko'raman. Oh, yomon. Davay, kirmaslar do'stlar. Bundan qo'shiq eshitib, bundan o'yin o'ynaymiz. Ana. Ana soatdan qo'ymaylik aytgancha. Endi televizorda o'zimiz xonaga qo'yamiz ekanda. Davay, endi bu yerda qo'yib chiqamiz. Kompyuterni endi qo'yamiz. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga menimcha bo'ldi. Endi bu yerda men asli turaman. Bu yerda men o'tiraman. Notebook kerak endi bizga, o'zimga. Notebookimni
endi bizga nima kerak? Biz YouTube emasmiz. Soat kerak. Oddiy soat ham bor bizda. Bu yoqqa kamera. Ben o'tirish kerak-ku, kresloda aytgancha kreslo kerak o'zimizga. Qochuqa. Tiqilib olganini qaraylar, o'zim eshitdim so'raganimni tiqilib oldi. Bo'ldi endi. Voy do'stlar, uzr, Minecraft qatib qoldi. Endi bu yoqqa kirishdi. Bikus. Bu kamera video oluştu. Yani eğer zor olup topsa hani qilamiz. Yangi zor o'zimizda yangi kamera olamiz. Bo'ldi endi volt ketaveramiz. Mana bu yerga bitta soat qo'yamiz. Mana bo'ldi endi bu yerga notebooklardan qo'yib chiqamiz. Bir-biriga xalaqqa bermaslik uchun naushnik qilyapman, o'zida xalaqqa bermaydi. Hop, bu yerga va tugadi. Endi kreslo qo'yib chiqamiz, divan. Mana endi bu yerga yana bitta notebook qo'yiladi. Hop, bu yerga yana bitta kreslo qo'yamiz. Endi bu yerga bunaqasini. Bo'ldi. Endi bu yerga yana bunaqasini qo'yib chiqamiz. Asab. Voy bile. Büyüğün. Üzür dostlar. Şimdi bilmiyorum abi. Yo, shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymatmi? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buchuq o'tishdi odam. Do'stlar, shu bilan videomiz hali tugamadi. Bu yerga pullarni qo'yamiz. Shunday narsalarni qo'yamiz. Sunduqdan kompüterlarni ham qo'yaman, chunki bu kompüterlar meniki emas. Do'skamga kerak emas bu. Zapcha anaqalar kerak. Bu ishxonaning narsasida. Bu tualet solmaymiz. Bu
bu ve bu. Ve eşikler. Gilamlar. Keyin bular. Solamiz. Endi bu. Ayda bu. Mana buni qo'yamiz endi. Bo'ldi. Shu ishonarli narsalar. Endi esa do'stlar, kompyuterxonani ochmaymiz hali. Ochmaymiz do'stlar. Kompyuterxonani. Nimaga desanglar, nimaga deylar? Endi hozir buni ertaga ochamiz do'stlar. Agar bo'pti. Mana shu yerdan o'chiramiz. Davay kelishaversin. Bugundan boshlab kompyuterxona ochiq. Bo'lmasa belgilari. Do'stlar, bu yerga bitta odam keldi. Assalomu alaykum. 1 soatga nechta Zumrud? 5ta aka, 5ta. Bo'lmasa men o'ynayveraman, bo'ptimi? Xo'p aka, xo'p. Bo'pti. Bo'pti do'stlar, kelinglar. Mana o'tiraylikchi. Ko'zim ketibdi. Ha aka. Bo'ldi, vaqtim bloklandi, men bo'ldim. Bo'ldi, pulini bering bo'lmasa. Xo'p, Do'stlar, pulini berasing. kamerangizni o'chiring. Xo'p. Mana oling pulingizni. Kameraga olganingizni ko'rmayapgancha. Xo'p aka, bering. Davay sirpaning bu yerdan. Davay aka, sirpaning. Xo'p, haydamay shu so'zlab ketaman. Mana do'stlar, birinchi daromadimiz endi JT'ga kelishini kutamiz. O'zi kelgan. Qolaysan, ukam yaxshimisiz? Menga VIP xona tayinla. Bo'ldi aka, kirishingiz mumkin. Uzr aka, uzr. O'zingdan ketma, ukam o'ldiraman. Xo'p aka. Bo'lmasam do'stlar, o'ynarsin VIP bu bari. To'xtang. Pulni oldindan berib qo'yasizmi? Ha, mayli, bo'lmasam pauza qilib tur videoyini, meni kameraga olmay uka. Xo'p. Mana ukam pulni oldindan beryapti. Bo'pti, rahmat aka. Bemalol o'ynashingiz mumkin. Endi bu yerda kompyuter Counter Strike o'ynab turamiz. Ot. Men sani ot. Yaxshi. Yes, bizni komanda yutdi. Bo'ldi ukam, o'ynab bo'ldim. Nima bo'ldimi aka? Keling, bo'lmasam chiqib ketishingiz mumkin. Haydama. Aka, boring, yo'qoling bu yerdan. Solaman aka sizni. Bo'pti. Do'stlar, ukam yomon qattiq qo'l ekan, yomon urdi meni. Keloring dedi, nariga prosta haydagan dedi. Sen-ku bu yerda nafasdan klient kutuvchisan, haydama dedi. Bo'pti. Bo'lmasam do'stlar, hammaga salom. Xayr do'stlar, sizlar bilan men yuzurdim. Nufuzsiz bo'ldim. Telegram kanalimga tushishlardan chiqmasin.